Komol, yaxshimisan? Charchamayapsan? Assalomu alaykum. Ha, yuvishib olish kerak emas. Yo'q. Nima gap? Kimsiz? Ha, yurasanmi? Ko'kteraga yetib olish shundoq. Yo'q, hozir televizorda Afzalbek Husanovni yangi klipini beradi. Shuni ko'raman hozir. Afzalbek Husanov qaysi edi? Mana opa singillar aytgan bor, ertak kabi sirli bu hayot. Shem ovozmi? Shu odamlar ham baho beraveradi, zo'r etarkan deb. Ovozi hammasi menda. Televideniya bilmaydi, bilsa-chi tan berib, Afzal shuni chetga o'tkazib meni chaqiradi. Ovoz umuman yo'q, san'atda umuman sir harfini tushunmaydigan odam. Bilasanmi shuni? Oke. Nima ovozlar bo'lmaydi? Men necha yildan beri yo'llarda doira chalib yuraman, oke? Yo'qdi. Nechta to'ylarni qizdirib o'tkazganmiz, oke? Ovoz bomba, zo'r. Doiragashimisan? Doirachiman men. Gap bog'icha eshityapsan-da. Ano Shuhrat og'aynim shunaqa deydi. Nima deyapsan dedim. Afzalning ovoziga yetadigan ovoz yo'q. Men san'atni gulguvun dedim. O'zicha mashaqa deydi. Ovozing yo'q o'zingni deb urishib tashladim. Jabran g'iybatchilar ko'p-da menga bor. Chiqmaysanmi xullas? Yo'q, hozir ko'raman. Bo'pti, mayli. Shuhrat aytdi, men anaqa deganim Afzalni bilaman, zo'r aytadi. Ko'kteraga yetib oling. Yaxshi bo'ldi. Ha, baraka topi. Yaxshi bo'ldi. Oyoqlarim olib ketdi. Ko'kteraga, ko'kteraga. Yo'q, uyim shotda, uyga keldim. Abbo, nimaga ko'kteraga chiqmaysanmi hozir? Yo'q, hozir yangi klip ketadigan, o'shani ko'rishim kerak edi. Abbo, Afzalbek Husanovmi? Ha. Ertak haqida tashkil etgan ekan. O'shani hozir antasiga ketdim. Dadil aytganda, u yoqimli bir ovoz san'atda S harfini bilmaydi. Meni ovozim qo'ng'iroq deb просто xalq bilmaydi-da. O'shani ma'qullab endi qaysi bir kanalda talashib qo'yayotganmiz. Yo, men tanqid qilgan yaxshi endi o'zimga inson noqulayapti, Afzal Husanov menman-da o'zi. Yo'q. Askida tanimagan o'zingiz. Yo'q, men gap oxirigacha eshitmadim. Men emas, ana Shuhrat og'aynim shunaqa deb nima deyapsan dedim. San'at S harfini bilmaydi. Nima gapirasan? Og'zim bor ekan gapirasan. G'iybatchilar bor, ha. Shunaqa g'iybatchilik yo'q, men ko'raman-da. Afzaldagi aytadigani yo'q deb ushbu edim hozir. To'ylarda qistirgansiz o'zingiz. O'sha qistirganning hisobidan ko'kteraga yetib olsam zo'r bo'lardi. Hozir shunda klip ketyapti, ko'ring anaqasi. Hozir ketadi yangi klipim. O'shani ko'raman, shoshib ketyapti mana. Rosa muxlis bo'lgansiz. Ha, shoshib. Kelinglar hozir. Hop. Qalaysan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'kteraga ketyapsanmi? Ha, Ko'kteraga. Afzalbek Husanovni taniysanmi? Ha, taniyman. Qarindoshlardan emasmisan ish qilib? O'g'illariman. Bo'pti, bor. Birovni bir maza qilib, g'iybat ham qilib bo'lmasa, hammasi qarindosh.